Assalomu alaykum aziz mutolabdoshlarim. Mana 17-avgust 2026-yil kech bo'lishiga qaramasdan savdolarimiz davom etmoqda. Ushbu 4 ta skuterimiz sotildi. Ko'rishlaringiz mumkin. Eng oxirgi full modeldagi skuterlarimiz $550 Andijon viloyati Xo'jaobod tumaniga sotildi. Dastavkalari ichida. Kimga mana shunday eng so'nggi modeldagi skuterlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga Zamin Motoga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Ushbu modellarimiz hozir chiroqlarini yoqib ko'rsatib beraman. Xo'p. Chiroqlarni ko'rishlaringiz mumkin. Yo'lda yoriq qo'ryapti. Ushbu modelimiz kechqurun ham, kunduzi ham juda ham bir xil yuradi, yorug'likda. Kechqurun bo'ldi, yama-pama bormikan degan hadiksiz yurasizlar. LED chiroqlardan jihozlangan, yo'lni yoriq qilib, qayerda ketib yurganingizda yo'lda yama bormi, yo'qmi, uni bemalol ko'rib bemalol ketaverasizlar. Kimga mana shunday skuterlarimiz kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Obashbek qishlog'i.